Assalomu alaykum guys. Um, Mana bugundan boshlab sizlar bilan proyekt boshlaymiz xudo xolasa. English Grammar in Use Raymond Murphy tomonidan yozilgan English Grammar in Use kitobini eng oxirgi versiyasi 5th edition. Mana shu kitobda hamma unitlarni xudo xolasa ketma-ket birgalikda tugatamiz. Kitobda nechta unit bor ekan ko'ramiz. Kitobda 145 ta unit bor. 145 ta unit ichida mana relative clause tashqari adjective, grammatika hamda phrasal verbs ham bor. Ko'rib turibsizlar, bilgani lug'atlar ham bor ichida. Phrasal verbs. Birinchi boshdan boshlaymiz. Mana present and past qismidan boshlaymiz. Birinchi unitimiz demak present continuous ekan. Present continuous. Sizlar bilan birgalikda ham mavzusini o'tamiz kitobdan, ham mashqlarni ham birgalikda bajarib ketamiz. Okay. So let's start. The first unit is present continuous. I am doing. So, kelaylik birinchi mana study the example situation debdi. Misol qismini bir ko'rib chiqamiz. Qani nima deyapti? Sarah is in her car. She is on her way to work deyapti mana. Sarah mashinasida. She is on her way to work. U on her way to somewhere degani. Mana shu yerga qarab yo'lda ketyapti degani. Ishga ketyapti. She is driving to work. She is driving to work deyapti. Bu degani she is driving. Mana shu joyni belgilab ketamiz. U present continuousda berilyapti. Demak, u mashina haydab ketyapti. This means she is driving now at the time of speaking deyapti. At the time of speaking degani gapirayotgan vaqtdan o'zi sodir bo'layotgan ish harakatga nisbatan aytiladi. The action is not finished mana. Demak, ish harakat boshlangan. Hozir ayni vaqtda o'sha narsa bajarilyapti va hali tugamagan, oxiriga yetmagan voqeaga nisbatan ishlatilyapti mana. Demak, present continuous. U yo'lda ketyapti. Mana Saraga nisbatan aytadigan bo'lsak, Sara mana mashinada yo'lda ketyapti. Hali yetib bormadi ishga. Uydan chiqqan. Demak, voqea boshlangan, davom etyapti va hali tugamagan. Gapirayotgan vaqtimizda nimadir sodir bo'layotgan bo'lsa, hozir misol uchun mana soat 11:00 men hozir video yozyapman, misol uchun video darslik yozyapman. Ayni vaqtda bajaryapman. Bu hozirgi davomiy zamon o'zbek tilida. Endi bu yasalish haqida mana table beribdi bizga. I, he, she, it, we, you, they. Subjectga present continuous qanaqa qilib yasaladi? Subjectga to be qo'shiladi. To be degani am is are. Hozirgi zamonda am is are. Am ni bilamiz, faqatgina I. Men bilan keladi. I am. Qisqartirgan mana xavchida yozibdi. I'm o'qiladi. I'm driving. Bu degani men mashina haydayapman. He, she, it yana uchinchi shaxs birlikda is keladi faqat. Adashtirmaymiz. He, she, it bilan faqatgina is to be da. We, you, they bilan are keladi. We, you, they. Ikkinchi shaxs va ikkinchi shaxs ko'plikda va uchinchi shaxs ko'plikdagi egalar to'roq olmashlar are oladi. We are. His. We are. Misol uchun I'm driving degani men haydayapman. He is driving. U haydayapti. We are driving. Biz haydab ketyapmiz. Okay, let's see the B section. I'm doing something. Equals I started doing it and haven't finished. I'm in the middle of doing it deyapti. I'm doing something degani men nimadir qilyapman, bajarilyapti. I started doing it, haven't finished mana. O'sha narsani qilishni boshlaganman va hali tugatganim yo'q. I'm in the middle of doing it. O'sha narsani bajarishni middle of doing it. Endi o'rtasiga keldim. O'sha narsani bajarish jarayonida nimadir qilishimiz. Let's read the examples. Please don't make so much noise. I'm trying to work mana. Iltimos ko'p shovqin qilmanglar deyapti. I'm trying to work. I'm trying mana. To be bilan try oddiy fe'liga mana try infinitive mana bo'ladi. Bare infinitive deyiladi. Bu fe'lning qo'shimcha qo'shilmagan shakli. Infinitivga ing qo'shilyapti mana.
fe'lga. I'm trying to work. Demak, men ishlashga harakat qilyapman. Not I try. I try bo'lsa bu present simple bo'lib qoladi. Present simple oson narsalarda egaga faqat fe'lni o'zini qo'shamiz. Hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Faqatgina uchinchi shaxsga qo'shimcha qo'shilardi. Lekin bu present continuous. Ega, to be, fe'l va ing. Mana where is Mark? Mark qayerda? He is having. He is bo'lgandan keyin mana have has bo'ladi, to'g'ri, lekin have ga to be qo'shilgandan keyin he is having degan narsa bo'lmaydi. Having degan narsa yo'q. He is having a shower. He has a shower deyilmas ekan. He is having a shower degani u dush qabul qilyapti. Let's go out now. It isn't raining anymore mana. Tashqariga chiqaylik deyapti. It isn't raining anymore degani yomg'ir yog'mayapti. How is your new job? Are you enjoying it? Deyapti mana. Yangi ishingiz qanday ekan? Are you enjoying it? Sizga yoqayaptimi? What's all that noise? What's going on? Bu shovqin nima deyapti? What's going on degani nima bo'lyapti? Or what's happening? Nima sodir bo'lyapti? Mana sometimes the action is not happening at the time of speaking mana. Mana shu e'tibor beramiz. Ba'zida hozirgi davomiy zamonda keladi, lekin ayni vaqtda gapirayotgan vaqtingizda o'sha narsa sodir bo'lmaydi. O'sha vaqtda ham ishlatiladi. Nimaga u vaqtda ishlatiladi? Exampledan ko'rishdan oldin men sizlarga aytib ketaman. Buni sababi, buni qoidasi bor ingliz tilida. Qachon ishlatiladi? Ayni vaqtda emas, lekin shu yaqin kunlarda, shu atrofda, misol uchun now, bugun, misol uchun bugun soat mana 11:04 bo'libdi. 11:04. Men hozir sizlarga video dars yozyapman, lekin aytishim mumkin. Men juda ham bir o'zbek tilida ham bor bunaqa grammatik struktura. Men juda ham qiziq kitob o'qiyapman. Sizlarga aytadigan bo'lsam, kitobning nomi shunaqa deb aytaman. O'zbek tilida ham aytilyapti. Juda ham qiziq kitob o'qiyapman. Lekin hozir kitob o'qiganim yo'q. To'g'rimi? Xuddi shunaqa ingliz tilida ham bor. Shu hozirgi vaqt atrofida sodir bo'layotgan bo'lsa, hozir ayni vaqtda sodir bo'lmasa ham, shu yaqin atrofda sodir bo'layotgan edi va hozir pauza bo'lgan shu narsa. Hozircha pauza bo'lgan va davom etib ketadi. Shunaqa voqea hodisalarga nisbatan ham davomiy zamon ishlatiladi. Misol uchun nima deyapman? I'm reading a really good book at the moment deyapti. Ayni vaqtda men juda ham qiziq kitob o'qiyapman. Juda ham yaxshi kitob o'qiyapman. Lekin kitob o'qimayapman. Telefonda gaplashyapti. She says, mana Steve says, he says I'm reading, but he's not reading the book at this time of speaking man. Nima deyapti? Steve kitob o'qiyapman deyapti, lekin gapirayotgan vaqtida kitob o'qimayapti. U telefonda gaplashyapti. He's talking on the phone. He means that he has started reading the book but has not finished it yet. Mana boyagi qoidamizga to'g'ri keladi. Boshlagan, tugamagan va u o'rtasiga kelib qolgan. Hali tugatmagan. Hali tugatmadingizmi? Shunaqa narsa qilyapman siz ham bo'ladi. Misol uchun uyimni bo'yayapman. I'm painting the walls. Devorlarni bo'yayapman. Hozir devor bo'yayotgan bo'lishim shart emas. Devor bo'yayotgan edim. Misol uchun hali oxiriga yetmadi. Ertaga ham davom ettirib qo'yaman misol uchun. Ayta olaman. I am painting the walls. Some more examples mana. Kate wants to work in Italy, so she is learning Italian. Kate Italiyada ishlashni xohlaydi. Shu sababli u italyan tilini o'rganyapti. Mana but perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking mana. Ammo bo'lishi mumkin mana gapirayotgan vaqtimizda italyan tilini o'rganayotgan bo'lishi shart emas-da. Misol uchun men aytaman, men rus tilini o'rganyapman deb. O'zbek tilida ham aytilaman. Men hozir rus tilini o'rganyapman. Lekin ayni vaqtda gapirayotgan vaqtim rus tilini o'rganib o'tirgan bo'lishim shart emas. Shu atroflar misol uchun nima desam bo'ladi? Gapirishimdan oldin ham shu ishni qilib yurgan bo'lsam, hali boyagi qoidada qilishni boshlaganman, hali tugamagan. Demak, rus tilini o'rganishni boshlaganman va o'rganayapman. Ayni vaqtda bo'lish shart emas. Some friends of mine are building their own house. Ba'zi do'stlarim deyapti, o'zlarining uylarini qurishyapti. They hope to finish it next summer mana. Ular keyingi yozda bitirishga umid qilyapti.
ayni vaqtda qurayotgan bo'lishi shart emas, qurishni boshlagan. Hali tugatmagan bo'lsa ham qurishni boshlagan, o'rtasiga kelib qolgan. Endi present continuousda time phrases degan narsa bor. Bu degani vaqt bildiruvchi kalit so'zlar. Mana shu so'zlar bilan birga kelganida biz aniq bilamizki, bu zamon demak present continuousda keladi. Today, this week, this year, this month kabi so'zlar bilan kelsa agar, demak biz present continuousdagi fe'lni ishlatamiz. You are working hard today mana. Bugun siz qattiq ishlayapsiz. Mana you work hard today deb aytilmaydi. Demak bu present simple'da kelmaydi. Today bormi? Present continuous. Yes, I have a lot to do mana. Siz bugun qattiq ishlayapsiz. Ha, qiladigan ishim ko'p. The company I work for isn't doing so well this year mana. Bu yil men ishlaydigan kompaniya uncha yaxshi ishlamadi deyapti. Demak bu yil, bu oy, bu hafta, bugun degan time phraseslar oldimizdan shunaqa time phraseslar kelib qolganda, demak biz present continuous ishlatar ekanmiz. Endi present continuous qachon ishlatilar ekani? Yana bir qoidasi, when we talk about change that has started to happen. O'zgarish. Nimadir o'zgarishni boshlasa, o'zgarish sodir bo'lish boshlasa. Biz quyidagi fe'llardan foydalanamiz. Mana getting, becoming. Getting bilan becoming shunaqa narsa bo'lishni boshlayapti degani. Misol uchun it's getting dark mana qorong'u bo'lishni boshlayapti. Changing, improving mana changing degani o'zgarish, o'zgarayapti. Improving degani oshyapti, rivojlanyapti degani. Starting, beginning boshlanyapti. Increasing, rising, falling, growing mana ko'tarilyapti, tushyapti, o'syapti. Mana is your English getting better mana getting dan keyin biz nima ishlatyapmiz? Sifatni qiyosiy darajasini orttirma darajasi degan bo'ladi. Sal yaxshi bo'lsa yaxshiroq. Ingliz tilingiz yaxshiroq bo'layaptimi deb. Bu degani yaxshilanyaptimi? Get better deb aytilmaydi. Yaxshilanyaptimi mana. O'zgarish bo'layaptimi? Demak bu present continuousda ishlatiladi fe'l. The population of the world is increasing very fast mana. Dunyo aholisi juda tez increase qilyapti mana. O'zgarish bo'lyapti, demak o'zgarish haqida gapirayotganimizda present continuousdagi fe'l ishlatamiz. At first I didn't like my job. Birinchi menga ishim yoqmagan edi. But I am starting to enjoy it now. Ammo menga yoqishni boshlayapti. I am starting to mana. Yoqishni boshlayapti. Start ing bilan kelyapti. Yaxshi. Endi mana shu qoidalarni bir yaxshilab videoni boshidan misol uchun ko'rib, yaxshilab takrorlaysizlar. Men videoni mana shu joyda pauza qilib, o'zinglar uchun 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 qismlarini mashqlarni bajarasizlar. Va bajarib bo'lganingizdan keyin meni videomni ko'rib, tekshirib ketsanglar bo'ladi yoki nimadir o'rganib ketsanglar bo'ladi. Okay, let's pause the video for a minute. For about 5 minutes. It's up to you. Okay, men unda mashqlarni bajarishni boshladim. Birinchi navbatda biz so'zlarni tarjima qilib olishni boshlaymiz, chunki hamma ham so'zlarning tarjimasini bilavermaydi. Birinchi so'zimiz cross. Cross degani kesib o'tish, rasmga nisbatan. Hide, yashirinish, mana. Scratch, qashlamoq, boshini qashlayapti. Take, olmoq, rasmga nisbatan ishlatiladi. Tie, bog'lamoq. Wave degani qo'l silkamoq. Qo'l silkitish shunday. She is taking a picture mana. Rasmga nisbatan to'g'ri fe'l tanlaydi. Bu rasmga olyapti hozirgi paytda. U misol uchun oyog'ini bog'layapti degan bo'lsak, he is qanday yoziladi? He is hide emas, tie mana. Tying. Qaranglar mana. Endi mana shu yerda sizlar bilan spelling o'zgarishi haqida ham gapirib o'tib ketaman. Agar fe'limiz I bilan tugasa, I ga o'zgarib ketadi. Tying bunaqa bo'lib ketadi. Xuddi shunaqa usul yoziladi. He is tying a shoelace. Uchinchisi, the road debdi.
3 ta odam bo'lgani uchun they bo'ladi. They are. They bilan are ishlatiladi. They are kesib o'tmoq. Mana cross. Crossing. They are crossing the road. Ular ko'chani yo'lni kesib o'tishyapti. His hat mana 4-chi rasm. He bo'ladi, all bo'ladigan uchun. 3-chi shaxs bilan biz nima ishlatardik? To be. He is scratching his hat. U boshini qashlayapti. Endi hamma har xil shevlar aytadi. Qashlamoq. Behind a tree deyapti. Daraxtning orqasiga. 5-chi rasm haqida gap ketyapti. Demak, qiz bola she is bekinmoq hide. Mana shu yerda spellingga nisbatan bir qoida bor. Agar gapni oxiri, fe'lni oxiri i bilan yoki har qanaqa unli harf bilan tugasa va unga unli harf hisoblanma hide ga biz ing qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Ikkita unli birga kelmaydi. Mana shu yerda oxiridagi mana d dan keyin unli tushib qoladi. Hiding bo'ladi. She is hiding behind a tree. U daraxtning orqasida yashirinyapti, berkinyapti. 6da mana ko'p bular. Ko'p. Ikkita. Bittadan ko'pmi? Ular they bo'lib ketadi. Jonlimi, jonsizmi farqi yo'q. They are wave degan fe'limiz qoldi bizda. Ya'ni hozirgi qoida i bilan tugayapti. Ing qo'shsak waving bo'ladi. They are waving to somebody. Ular kimgadir qo'l silkityapti. Okay, let's move on to 1.2. Shartida nima deyapti? The sentences on the right follow those on the left. O'ng tomondagi gaplar chap tomondagi gaplarni davom ettirib ketish kerak. Which sentences goes with which deyapti. Qaysi gap bilan birgalikda? Qaysi gapni davom. O'shani toping deyapti. I'm getting hungry. Mana o'ng tomondagilarni chap tomondagilarga bog'lab chiqamiz. O'qib ketdi. I'm getting hungry deb bog'labdi mana. I'm getting hungry degan och qolib ketyapman. Ke F to'g'rilabdi mana. Birinchisiga to'g'rilagan ekan. Please don't make so much noise. Iltimos ko'p shovqin qilmang. I'm trying to work mana. Birinchisiga F to'g'rilagan ekan. Demak, biz chap tomondan to'g'rilaymiz biz ham. We need to leave soon. Tezda ketishimiz kerak. Nimaga? It's getting late. I'm staying with friends. The company is losing money. It's getting late to'g'ri keladi. Demak, ketishyapti. Tezda ketishimiz kerak. E. I don't have anywhere to live right now. Ayni vaqtda right now degani ayni vaqtda menda yashashga I don't have anywhere degani yashashga hech qanaqa joyim yo'q. Yashashga joyim qolmadi. Qaysi biri to'g'ri kelar ekan ko'ramiz. I'm staying with friends. It's starting to rain. They are trying to sell it. Company is losing money. I'm getting hungry. I'm staying with friends. Men do'stlarim bilan turyapman. Boradigan joyim qolmadi, do'stlarim bilan turibman. Hozirgi vaqtda do'stlarim bilan turibman. 3-chi keyingi gapimiz 4-chi gap I need to eat something soon. Tezda nimadir yeyishim kerak. Chunki I'm getting hungry. Och qolib ketyapman. A. 5-chi gap they don't need their car anymore man. Anymore degan bundan buyon ularning mashinasi kerak emas. Nimaga? Chunki they are trying to sell it mana. Ular buni sotmoqchi. D. 5. Yani 6 ekan. The things are not so good at work. İşte narsalar uncha yaxshi ketmayapti. Bu degani voqealar uncha yaxshi emas holat. Chunki the company is losing money. Ish haqida faqat mana company ketyapti. Mana workda o'zi olib tashlagan. H. It isn't true what they say. Mana. It isn't true degani to'g'ri emas. Ular aytgan gap to'g'ri emas. Chunki they are lying. Lying degani yolg'on gapiryapti. Mana shu yerda faqatgina gapni o'qimasdan, mana spellingga e'tibor beramiz. Lie. Tay degan boya tayga ing qo'shganimizda mana oxirida I bilan i o'zgarib
why ga o'zgarib ketgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Chunki lie bunaqa yoziladi. Lie. Spelling. ing qo'shilganda yozilishini ko'rasizlar, o'zgarishini. 8. Oxirgisi we are going to get wet. Get wet degani nam bo'lish. Nam bo'lib ketyapmiz bo'ladigan bo'lsa agarda getting wet. We are getting wet. Nam bo'lib ketyapmiz. Shilta bo'lib ketyapmiz. We're going to get wet. So we have only one option because it's starting to rain. Yomg'ir yog'ishni boshlayapti. See. Mana unaqa juda nima deylik, complicated, difficult gaplar emas, chunki tarjima qilishni boshlasanglar qiyin emas. Faqatgina shuni to'g'ri tashlamaymiz. ing qo'shilganda nimalar o'zgaryapti, shunga ham bir e'tibor berib ketamiz. Pro 3da write questions use present continuous debdi. Okay. Savol yozing debdi. Present continuousdan foydalangan holatda. Mana bu tomonda bizga mana gaplashishimizga so'zlab bergan ekan. What's the matter? What's the matter degan nima bo'lyapti? Nima bo'ldi to'g'ri? What's the matter? Nima gap? Why you cry? Nimaga yig'laysan deyapti. Biz shuni davomiy zamonga o'tkazamiz. Nimaga yig'layapsan qilishimiz kerak. Why birinchida keladi. Chunki bu savol so'z. Savol so'z har doim savol berganimizda birinchida keladi. Mana shu yerda qoida aytib o'tib ketay, kitobda aytilmagan. Davomiy zamonda savol yasagan paytimiz to be oldiga chiqib ketadi. Am is are ya'ni. Misol uchun yig'layapsanmi deb savol bersak, are you crying bo'ladi. Are you crying? You are crying degan so'z yig'layapsiz degan. Yig'layapsizmi bo'lsa, are you crying? Endi nega, nima, qachon, qayerda degan savollar bir so'roq so'z deyiladi. WH question deyiladi ingliz tilida. Mana shunaqa WH question kelsa agar gapimizda, mana savolda keladi. Shunaqa kelsa, to be dan ham oldinga chiqib ketadi. Har qanaqa vaziyatda. Why are you crying? Why are you crying? Cry ing qo'shyapsiz. Nimaga yig'layapsiz? Where is your mother? Mana onangiz qayerda? She worked today. U bugun ishlayaptimi? Degan anaga yasashimiz kerak. Is she working today? Bugun ishlayotganmidi? Bugun ishlayaptimi? Degan gap chiqadi. I haven't seen you for ages. For ages degan ancha vaqtdan beri. Sizni ancha vaqtdan beri ko'rmadim. What do you do these days? Shu kunlarda nima qilyapsiz? What tepaga qo'shib ketdi bu. Tepaga chiqarib qo'yamiz. What are you doing? E'tibor bersanglar, mana ar qo'yilmagan. O'zingiz qo'yib olishingiz kerak. To be ni o'zingiz qo'yasiz. What are you doing these days? Okay. That's the question for the answer. Amy is a student. Amy talaba. Nima o'qiyapti to'g'ri? Qanaqa fanlar o'qiydi? What is she bo'lgani uchun is she studying? Who are those people? Bu odamlar kimlar? Those people man, those kimlar? Bular kimlar to'g'ri? What they do debdi. Ular nima qiladi? Endi biz buni davomiy zamonga o'tkazamiz. Ular nima qilyapti? What are they doing? Mana ular bo'lgani uchun are oldiga chiqyapti. WH juda oldinda birinchida keladi. Do ga oddiygina ing qo'shyapsiz. I heard you started a new job mana. Eshitdim siz yangi ish boshlabsiz deb. Sizga yoqayaptimi? Are you enjoying it? WH oldimizda yo'q mana. What, why degan narsalar yo'q. Shuning uchun are birinchida keladi. We are not in a hurry deb. Biz shoshilganimiz yo'q. Why are you walking so fast deyishimiz kerak mana. Ar qolib ketgan. Nimaga juda tez yurayapsiz? Why are you walking so fast? Mana shunaqa qilib yasaymiz. Eng oxirgimiz pro to'rt. Put the verb into the correct form, positive or negative debdi. Demak, to'g'ri shaklga qo'yamiz. Darak yoki
Inkor. Please don't make so much noise. I'm trying to work. Buni tepadagi example'larda ko'rgan edik. Let's go out now. It isn't raining anymore. Demak, o'zimiz topib olamiz. Inkormi, darak. Oldidagi gap yo'q. You can turn off the radio mana. Radioni o'chirib qo'yishingiz mumkin. I'm listening to it demaymiz, chunki bu oldingi gapni to'g'rirog'i o'qigan bo'lsak, radioni o'chiring deyapti. Eshityapman bo'lmaydi. Eshitmayapman. I am not. Inkor variantini yasash juda ham oson. To be ga not qo'shimchasi qo'shiladi. Fe'lga emas, i'ga emas. I not am bo'lmaydi. I'm listening not bo'lmaydi. I'm not listening bo'ladi. I'm not listening to it. Men uni eshitmayapman. Kate phoned last night mana. Kate o'tgan tunda telefon qildi. She is on holiday with friends. U do'stlari bilan ta'tilda. Endi she bilan have turtiga qaraydi. Mana boya aytganimdek, to be da to be qo'shilganda she ga odatda have emas has bo'lar edi. Chunki lekin to be qo'shilganda has bo'lmaydi. Have da o'zi bo'ladi. She is having. Ba'zilarda savol ham tug'ilishi mumkin. Have ga ing qo'shilmaydi-ku deb bizga o'rgatilgan edi ingliz tilida. Bu qoida noto'g'rimi degan. Lekin bu qoida noto'g'ri emas. Have o'zini ma'nosida kelyapti. O'zini ma'nosida kelganda ing olmaydi. Misol uchun menda bor deganda I have. Lekin bu yerda o'zini ma'nosida kelmayapti. Have a great time degani bu bizda collocation ham to'g'ri bo'ladi. Have a great time degani vaqtini yaxshi o'tkazmoq. Misol uchun have a good time. Vaqtingizni yaxshi o'tkazing. Have a good weekend. Hafta oxirini yaxshi o'tkazing. Have a shower degan collocationimiz bor mana. Have bilan birga keladi. Borib olmoq degan ma'noni bermaydi. Ing olganda. She is having a great time and doesn't want to come back. Qaytishni xohlamayapti. Andrew started evening classes recently. Andrew demak evening classlarni yaqinda boshladi. Demak, bu pozitiv gap bo'ladi. He is learning Japanese. Yapon tilini o'rganadi. Paul and Sarah have had arguments and now Paul bilan Sarah buni pozitiv yoki negativligini bilish uchun oldinda yapon o'qiymiz. Paul bilan Sarah demak argumentga borib qopti bir-biri bilan va hozir ular to one another degan bir-biri bilan yoki gaplashmayapti. Now they are not speaking. Keyingisi, the situation is already very bad. And now mana get bilan birga kelyapti. Get worse. Yomonlashyapti deyishimiz kerak biz. Vaziyat juda yomon allaqachon va hozir u yana yomonlashyapti. It is getga ing qo'shamiz va bizda yana alohida qoida ing qo'shyapmiz va t harfimiz ikkita bo'lib ketyapti. Nimaga degan savol tug'iladi. Ingliz tilida qoida bir yoki ikki bo'g'inli fe'llarda agar oxiridagi mana undosh harf oldidan unli harf kelsa, bu degani mana g bilan t ning o'rtasida unli harf kelsa, oxirgidagi undosh, undosh. Shu tartibdagi fe'llar bo'lsa, oxiridagi undosh ikkita bo'lib ketadi. Ikkita undosh orasida unli kelsa to'g'riroq bo'ladi. Mana shunaqa vaziyatda oxirgi undoshimiz ikkita bo'lib ketadi. Getting. Shunaqa bo'lib ketadi. Tim. He is taking the day off. Taking the day off degani u dam olish kuniga chiqib ketgan. Ta'til olgan. Demak, Tim bugun ishlamaydi. Tim is not working today. Ishlamayapti. Shunaqa. 9. Tak, nima desak bo'lar ekan? Look for Sophie. Qidiryapman deymizmi? Do you know where she is? Shunaqa qidiryapman deymiz ekan. I'm looking for. Look qaramoq emas. For bilan birga keladi. I'm looking for degani qidiryapman. I'm looking for Sophie. Do you know where she is? Qayerdaligini bilasizmi deb. The washing machine has been repaired. Kir yuvish mashinasi repaired. Has been repaired degan ta'mirlandi. Ishlayaptimi deymizmi, ishlamayapti deymizmi shunday. Inkormi, darakmi? Ta'mirlangandan keyin demak ishlayapti. It is working now.
Okay. 11. They are building a new hospital. Okay, they are not building. It will be finished next year. Demek they are building. Ular quryapti. Yangi kasalxona quryapti ekan. Demak, u keyingi yil finished bo'lar ekan. Tugallanar ekan. Ben is a student, but he's not very happy. Ben talaba. Ammo juda xursand emas. Chunki nimaga? Sababini yozmabdi-yu. Darakmi, inkormi bu gap? Qanday yasaymiz buni? Inkor qilib yozamiz. He is not. Enjoyga enjoy qo'shamiz. Enjoying his course. Unga kursi yoqmayapti. Kursdan rohatlanmayapti. 13. The weather is changing demak. Ob-havo o'zgaryapti. The weather is changing. O'zgarishga nisbatan ishlatilar. Look at those clouds. Ana bu bulutlarga qarang. I think it's going to rain. Menimcha yomg'ir yog'adi-yo deyapti. Dan has been in the same job for a long time. Dan bitta ishda ancha vaqtdan beri bitta ishda ishladi. U zerikishni boshladi deymizmi yoki zerikmaslikni boshladi deymizmi? Oldidagi gapga nisbatan. Keyingi gapimiz demak inkor gap bo'lmaydi. He is starting bo'ladi demak. To get bored. To get bored degani zerikib qolish nimadandir. He is starting to get bored with it. Undan zerikib qolishni boshladi. Mana birinchi unitimiz mana shundan iborat. O'zinglar videoni pauza qilib ishlab bo'lgan bo'lsanglar, demak, men ishlaganimni videosini bir ko'rib, xatolari bo'lsa tekshirib, xatolari bo'lmasa, Xudo xohlasa, keyingi unitlarda ko'rishguncha deb qolaman. Mana shu kitobni birgalikda tugatamiz.